Assalomu alaykum barchaga. Siz agar buni bilganingizda, hozir uyingizda echki boqayotgan bo'lardingiz. Bunday deyishimga sabab bor. Masalan, bizda qanaqadir immunitet tushib ketishi yo bo'lmasam jigarimizda og'riq, qandaydir muammolarimiz bo'ladi. Doktorga borish kerak emas, demoqchi emasman, borish kerak. Faqat sababini ham qilish kerak. Uyda immunitet baquvvat bo'lishi uchun. Hozirgi kunda biz masalan yoshligimizda 5 yosh, 6 yosh, 10 yoshgacha bo'lgan vaqtimizda 2000-yil, 1996-yillarda biz immunitet nima narsaligini daji bilmaganmiz hamda. Hozirgi kunda o'sha har xil COVID, ashni singari kasalliklar, ob-havo yomonligi hisobiga menimcha sog'lom odam o'zini topish qiyin bo'lib qoldi. Kimnidir oyog'i og'riyotgan, kimnidir bosh og'riydi, kimnidir davleniyasi bor, kimnidir sahri bor. Shunaqa har xil kasalliklar bor. Endi hammaga shifo bersin birinchi o'rinda. Shifo Xudodan endi. Lekin hali Xudoyim ham aytgan ekan, masalan, sababini qilish kerak. Hamma narsani sandan harakat, mendan barakat degan gapi bor Xudoyim. Aytmoqchiman, endi men kasal ekanman yo bo'lmasam doktorga borsam yaxshi bo'lib qolar ekanman deb yurgan bilan masalan foydasi bori bor, foydasi yo'g'i bor. Masalan, agar doktorlarimiz yaxshi zo'r bo'lishsa, tashxis to'shni qo'yishsa, menimcha kasallikdan muammo qolmasa kerak. Lekin chem tabletga yo bo'lmasam ukollarga qaraganda tabiiy yo'llar bilan hali shifo izlagan qulayroq deb hisoblayman. Chunki men o'zim o'sha koronavirus paytida koronavirus bo'lib tuzalib ketganman. Endi baribir asoratlar qolgan. 2019-yilda kasal bo'lgan bo'lsam, 2022-2023-yilgacha men qaysi paytda davolangan bo'lsam, ash paytda shu ukor dorilarni olmasam, qisqasi mazam qattiq qochadigan bo'lib qoldi. Bora shu immunitetni yaxshi ushlashga harakat qilib, shunday o'sha immunitet nima uchun kerakligini tushunib yetdim. Endi men sizlarga hozir chiqib olib dardimni aytayotgan joyim yo'q yo boshqa. Men mana ko'rib turibsizlar, otdayman hozir. Pashta sport bilan shug'ullanib, ancha o'zimga kelib yaxshi bo'lib qoldim. Faqat nima demoqchiman, biz o'zbekchiligimizda shunaqaki, u bujog'imiz og'rib qolsa yo mazamiz qochsa, oddiy qanaqadir bosh og'riq tabletgani ichamizda yo bo'lmasam tomog'imiz og'rib qolsa 2 dona atkashli yo bo'lmasam mukaltin degan dorini ichamizda bo'ldi, yaxshi ketaman deb yuraveramiz. Yo'q, uni qilmash kerak. Birinchi o'rinda borib shifokorga ko'rinish kerak. Shifokorga ko'ringandan keyin shu qayeringizda muammoingiz borligini bilib, unga qarab o'sha tashxis qo'yib berishsa, ukor dorini ham olish kerak. Imkon darajasida ukor dori olmaslik uchun, masalan, immunitetingiz tushgan desa, immunitetni ko'tarishga harakat qilib, yaxshi ovqatlanish kerak. Yo bo'lmasam shu kasalligingizga qarab har taraflama yo'lini qilib ko'rish kerak. Masalan, meni videoim aslida kasallik haqida emas, men tabib yo doktor emasman. Prosta doktorga borib tekshirtirish kerak. Shu siz immunitetingiz past, yaxshi ovqatlaning desa, o'sha amal qilish kerak. Bu bitta kasallik shunaqa narsa bo'ladiki, bir marta odamga ilashib olgandan keyin bo'ldi. U qisqasi qo'pol bo'lishi uchun sizga tushuntirishim uchun oddiy uyimizdagi tarelkada faraz qilsak, o'sha tarelka dast ketdimi, bo'ldi, uni kelaylaysizmi, yamaysizmi, svarkaga olib berib, svarka qildirib kelasizmi, qizig'i yo'q-da, uni vaqtinchalik bo'lib qoladi. Hali singan narsa bo'ldi, sindi. O'shani but bo'lishi uchun vaqtlar ketadi qanchadir. Endi bu vaqtlar davomida ukor dori bilan tuzalsa ham bo'ladi, tabiiy yo'llar bilan ham harakat qilsa bo'ladi. Men asli uyingizda echki boqing degan tavsiyani berish uchun video tayyorlayapman. Unaqa haliga yana doktorchilikdan dissertatsiya o'qiganmisan, u edi bu edi degan gaplarni gapirishini yo bo'lmasam kommentariyada har xil yomon so'zlar yozishini shart emas. Men prosta ancha больницаlarda yotib davolanganim uchun, shu ba'zi bir kasalliklarni his qilganim uchun shu tavsiyani berib o'tyapman. Men oldingi videoyimda ham aytganman. Men o'sha ukor dori ko'p olaversangiz jigarga nagruska tushadi. Jigaringizga qarshi shu ukor qandaydir tabletka ichyapsizmi, jigar uchun ham tabletkasini ichmasangiz, shuni tushunib yetingki, jigaringizni tugatib boryapsiz deganda.
Shunga shu jigarim og'rib 1-2 marta o'sha essensial degan ukorlardan oldim. Keyin shu 3-4 oy yo 2 oy yaxshi yuramanda, keyin shu ovqat ko'proq ovqat yeb qo'ysam ham og'rishni boshladi. Ko'proq og'irroq narsa ko'tarib qo'ysam ham og'rishni boshladi. Shunaqa bo'lib muammolar ko'payishni boshladi. Endi men doktor emasman yoki kimgadir fatvo berib yo boshqa qilayotgan joyim yo'q. Shunchaki men boshimdan o'tkazgan narsa shu uyda o'sha echki boqib, ko'pchilik aytishdi, echki boqib echkini sutini ichsa sahrga yordam beradi, keyin immunitetni zo'r ko'taradi, jigarga ham foydasi bor, ko'p kasalliklarga foydasi bor deyishdi. Men endi hammasini sanab o'tib olmayman, vaqtim juda ko'payib ketyapti. Shunga men 3 kun 4 kun davomida ketma-ket ichdim. Ichganimdan keyin hozir mana 2 yil 3 yildan beri Rossiya davlatida ishlab yuribman. O'shanda 2019-yilda shu sog'liq uchun echki olgan bo'lsam, hozirga kelib uyimizda 15-20 taga borib qoldi. Xudo xolasa ko'paytirish niyat bor. 100 ta 150 ta qilib ko'paytirib, narigi yillardan xudo xolasa xalqimizga o'sha arzon, jali, insofdan chiqib ketmagan holatda hammamiz ham tirikchilik deb yuribmiz. Imkon darajasida arzonroq, masalan, $1000, $2000 yo $500 degan narsa yo'q. O'sha 2 million yo 2,5 milliondan boshlab yig'i sutini ko'pligiga qarab 5-6 milliongacha qarab sotamiz. Keyin echki olmoqchiman, men birinchi marta boshladim deganlarga sababi nimaga aytmoqchiman? Ko'pchilik qo'yga tushunadi, molga tushunadi, lekin echkiga kamdan kam odam tushunadi. Masalan, 100% odamdan 10% odam yaxshi tushunadi. Ularga tavsiya, birinchisi bozordagi yungi o'sib ketgan qora, rangi sovuq echkilarni qanaqadir foyda olish uchun yo bo'lmasam sotib ko'paytirib sotib foyda olmoqchiman yoki sutini sog'ib ichmoqchiman deganlarga unaqa olish tavsiya bermayman. Umuman olmayman. Imkon bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Shunaqa qora echki boqayotganlar, agar sizlar ham shunaqa boqayotgan bo'lsangiz, u echkini puli o'smaydi. O'sha narxi olganingizda masalan kattasini olsangiz 700 mingga oldingizmi, u ikkita tug'sa bolasi bilan olib borib sotsangiz 2 millionga sotishingiz mumkin. Yo bo'lmasam 2,5 millionga, bir tushunmaydiganroq odam olib qolsa 3 millionga sotishingiz mumkin. Shunaqa. U echkini narxi o'smaydi. Chunki u echkiga talab yo'qda. Echki oladigan odam yo sutini ichaman deb oladi, yo bo'lmasam ko'paytirib foyda qilaman deb oladi. Endi ko'paytirib foyda qilish uchun zotli echkini olish kerak demoqchi emasman. Sababi o'zim boshimdan o'tkazganim 3-4 ta zotlisi bor, 3-4 ta o'sha arzimagan 1 million 200 ming, 1,5 millionga olingani bor. Hozir ashlan hammasi uyda o'sha ko'payishgan. O'shaning ichidan 4 ta 1 million 200, 1,5 million, 1 million 700 mingga olingan echkilardan bittasi yaxshi chiqdi. Qolganlari o'sha bir pela, bir kosa, shunaqa bir kun kechgacha sut berishyapti. Bir donasi o'sha 2,5 litrga yaqin oddiy jaydar echkining ichidan ham chiqib qoladi. Men aytmoqchiman, puli ko'p odamlar bo'lsa, zotlisini olganga yetmaydi. Masalan, Rossiya davlatidan uyga jo'natib olishga harakat qilib surishtirib ko'rdim. Bu yerda ham shu bizni pulga $1,500, $1,300, даже $2,000, 5 litr, 4 litr, 6 litr haqiqatda suti bor echkilarni shunaqa narxda OLX, Avitolarda turibdi. Endi uni $1,500 ga olsangiz, bu yerdan mashina zakaz qilsangiz, bitta mashina olib ketishi ham hech bo'lmaganda $3,000, $3,500 ga olib ketadi. Undan tashqari chegarasidagi tamojniyda qanchadir soliq to'lash kerak. Shularni hisobga olib, bu yerda to'plash bor, xonadonlardan yig'ishtirib, shularni hisobga olsam, bitta yaxshi o'sha 5 litr, haqiqatda 5 litr, 6 litr suti bor echki $2,500, $3,000 ga ham qarab ketib qolar ekan. Shunga olmaslikka qaror qildim. Bu yerdan olib ketish ustirayd qilmas ekan, lekin chiroyli, rosa chiroyli echkilar bor ekan. Keyin qora qura echki boqadiganlardan uzr so'rayman. Yana meni echkim yomon deding, yo bu yaxshi qora hali o'sha 800 ming 1 millionlik echkilarni so'yib yeyish uchun boqsangiz bo'ladi. Sovuqli bo'ladi echki go'shti. Masalan, davleniyasi borligi ham ziyoni yo'q yo boshqa. Uni o'sha qoraroq echkilarni olsangiz, masalan, hozir ko'chalarda sotilayotgan go'shtlarga ham menimcha sal-pal ishonch qolgani yo'q deb o'ylayman. Men to'g'risi boshqalarni bilmadim, lechniy men masalan ko'chadan
go'sht yegim kelib ketsa rosa imkon darajasida molli kallasi yo bo'lmasam tuyog'ini olaman. Bu kimgadir arzongarov go'sht bo'lishi mumkin, lekin arzongarov bo'lgani bilan ishonchli, ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, molli kallasi yo bo'lmasam molli tuyog'i bu uverenli yesa bo'ladi deb o'ylayman. Shu hisobiga shunaqa olib yeymiz. Qo'y go'shti yemoqchi bo'lsak ham shu holat yo bo'lmasam imkon darajasida bozordan tovuq sotib olib, tovuqni trilayin so'yib o'zimiz ko'zimiz ko'rgan holatda yeyishga harakat qilamiz. Men bu gaplarim bilan men namozxon odam emasman. Jali namoz o'qimayman. Xudo xolisa sal yoshim kattaroq bo'lganda niyat qilganman, lekin hozircha o'qimayman. Lekin birov haqidan qo'rqaman. Iloji boricha imkon darajasida yolg'on gapirmaslikka ham harakat qilaman. Men hozir sen nima suddamisan, u bu yo'q. Prosta men jaydasiga gapirib tushuntiryapman, oddiygina qilib. Hali shunaqa birov haqidan qo'rqaman, mendan birov so'rayotgan joyi ham yo'q. Shunchaki aytib o'tyapman. Endi echki olishda shu boyaga aytganimdek, puli ko'p odamlar bo'lsa, zotdorini olib kelib turib ko'paytirganga yetmaydi. Sababi zotdor echkida baribir zotli narsa tug'iladi. Buni birinchi sababini aytsam, qo'polroq tushuntiraman. 1 metrli ikkita er-xotindek faraz qiling. Ulardan hech qachon kamdan kam holatda 100% dan 1% 2 metrli bolacha dunyoga kelishi mumkin-da. Agar 2 metrli ayol, 2 metrli erkak kishi bo'lsa, shu ular oddiy hali bizni singari masalan tinimsiz go'sht yemasa ham yo yaxshi ovqatlanmagan taqdirda ham ularning zotida bo'ladi. Ash hisobiga 2 metrli farzand dunyoga keladi. Ashlarni hisobga olgani singari o'sha echki, qo'y, molda ham xuddi shunaqa. Masalan, siz allaqayda qolgan bo'lmaydigan echki yo qo'y oladigan bo'lsangiz, unga 1000 yem berib, yo bo'lmasam shu hashaylarni vaqtida berib, vitaminlarni zo'r bergan taqdiringizda ham u o'sha masalan 50 kilo yo 40 kilo bo'lishi mumkin xolos. Lekin agar siz yaxshi zotdoridan oladigan bo'lsangiz, daji oddiy dalada boqqan taqdiringizda ham o'sha gavdali, yaxshi sizga daromad olib keladigan hayvon bo'lib yetishadi. Men buni nimaga aytayapman? Men 4-5-sinfimdan beri yonimga 5000 so'm, o'zbek pulida 5000 so'm qo'limga pul tushib qolsa, semechkani olib, shu hayvon bozoriga kirib olib, aylanib yuraman, jinni qo'y go'sht qilib. Bu yoshligimdan qiziqqanim uchun bo'lsa kerak. Pulim o'zim olmagan taqdirimda ham qaysi hayvon qancha bo'lyapti, qaysinisini qanchaga sotyapti, molni qanchaga olyapti, qanaqa qilib savdo qilishyapti, ashlarni ko'rib, bilib yurishga harakat qilaman. Erkak kishiga 40 hunar oz, endi hozirgi yoshlarga ham aytib o'taman, shu pulli bo'lsa bozorlarga aylanib, hayvonni, oziq-ovqatni narxlarini bilib yurgan qulay bo'lardi. Yaxshi bo'ladi-da, shtobi ko'pchilik masalan, men o'zimni tanishlarimdan men uzoq safardaligim hisobiga menga ikkita echki olib kelib bergan, yo bo'lmasam ikkita qo'y olib kelib bergan desam, xafa bo'lmay narx-navosini bilmaymiz-da deyishadi-da. Shu hisobiga aytib o'tyapman. Bozor sizga yaqinmi? Borib aylanib maza qilib o'zingiz ham yayraysiz, bozordagi holatlarni ko'rsangiz. Shunaqa gaplar. Keyin echkini boqish kerak deganim, echkini koni foyda. Buni ko'pchilik bilishadi, lekin masalan qachondir kasal bo'lib qolsa 3 million, 4 million yo 5 million pulli qornimiz og'risa yo og'rimasa tuzalib ketishimiz uchun kordariga sarflaymiz, lekin shuni 1,5 million yo 2 millioniga yo bo'lmasam 3 millionga 2 kosa suti bor echkini olganda qornimiz og'riydi-da. Bu gapim bilan aytmoqchiman, oldingdan oqqan suv qadri yo'q degan narsa bor-da. Bu nimaga unday? Hali masalan o'zi tabiatimizda hamma narsani shifo qilib Xudoyim kasallikni bergan bo'lsa, masalan o'shanga yarasha shifosini ham berib qo'yganda, faqat uni tushunib yetish kerak xolos. Masalan, lishni men Namangan viloyati Chortoq degan joydan bo'lganim bilan biror marta, yolg'on bo'lmasa 2 martaga yaqin Chortoq Sho'rsuv degan joy bor, rosa shifo baxsh deyishadi. Bizga bir qadam, lekin biror marta o'zim tushgan, 2 martaga yaqin tushganman-da. Unda ham ish bilan tushib, shu hali asobinni o'shaga borib dam olishga bormaganman. Aytmoqchiman, o'zimizni oldimizdan oqqan suvning qadri yo'q.
qachonki o'sha narsaga muhtoj bo'lganimizda keyin his qilamiz, shu narsa menga kerak ekan deb. Shu aytmoqchiman, hali o'sha narsaga muhtoj bo'lmasdan oldin uyimizda qariyalarimiz bo'ladi, katta onaxon, otaxonlarimiz, ularga masalan sahrlari bo'ladi. Endi ko'pchilik bilmaydi, yosh bolani kattalarni immuniteti o'ta nol bo'ladi-da. Endi kasal bo'lgan odamlar buni tushunishadi. Meniki ham xuddi o'sha kattalar bilan yosh bolalarga singari saldan salga immunitet tushib ketadi, saldan salga ko'tarilib ketadi, shunaqa bo'lib qoladi bir mazangiz qochgandan keyin. Ashlarga yaxshi foyda beradi. Masalan, 100% tuzatib yuboradi yo boshqa degan joyi yo'q. Masalan, doktorga borish kerak, sababini qilib, uyda ham o'zi ham odam harakat qilish kerak. Echkilar narx-navosiga kelib o'tsam, echkini holatlariga, echkini masalan aytdim, o'sha qora quralardan imkon darajasida sal uzoqroq yurish kerak. Iloji boricha shoxi yo'q, bozordan olmoqchi bo'lsangiz, sog'ib ichishga yo boshqaga egasidan yaxshilab so'rab olasiz. Chunki hozirgi kunda 99% odam menimcha aldash harakatida bo'lib yurishibdi. Uzr so'rayman, lekin yaxshi odamlar ham ko'p, lekin yaxshi odamga qaraganda chem yomon odamlar ko'payib ketdi deb o'ylayman. Bir-birini qayoqqa qarasangiz, bir-birini aldab, ishini bitirish harakatida bo'lib yurishibdi. Bu bir-birimizni aldab ishimizni bitirib olishimiz mumkin, lekin vijdon ham ozgina qiynalish kerak. Imkon darajasida kimdir meni videolarimni ko'rib qolsa, odamdan yaxshilik qoladi. Masalan, может hech kim yaxshilik qilganingizni bilmash mumkin. Ko'pchilik ko'p ko'ryaptim, ko'p yaxshi odamlar bunga yaxshi bo'lsin deb masalan 1 millionlik narsasini 800 ming yo 700 mingdan bersa, o'sha odamlarga ham hali quruq bo'xton, tuhmat, sen aldayapsan, boshqa joqda 500 ming turibdi. Yo masalan kimdir echkisining narxini 3,5 million deb internetda sotuvga qo'ygan bo'lsa, yo masalan $1000 deb qo'ygan bo'lsa, yozishyapti. Sen echking $100 turadi. To'g'ri, echkiga qiziqmagan odam kerak bo'lsa 5000 so'mga ham olmaydi. Kimgadir zarur bo'ladi, kerak bo'ladi o'sha narsani, echkini sutini ichmasang shifo topmaysan, yo masalan o'sha kerak sanga deyishadi, majbur bo'ladi. Masalan, oddiy chaqaloqlar echki sutini bemalol ichsa bo'ladi. Bu ham o'zim boshimdan o'tgan, katta farzandimda o'sha muammo bo'lganda biz echki suti bilan boqamiz. Doktorlar o'sha kasha beringni deyishgan, kasha bersak yaxshi yeb yemagani hisobiga echki olib kelib o'sha echki suti bilan katta qilganmiz. Masalan, hozir uncha sog'lom odamdan yaxshi. O'zim O'zbekistonga qaytsam videolarini qo'yaman, ko'rasizlar xudo xolisa. Endi echkini ozgina to'xtalib nimadir demoqchiligim esimdan chiqib qoldi. Echkini olib boqsa, masalan kattalarimizga, hammaga ertalabda issig'ida ichib tursa, sog'lom odam uchun ham rosa yaxshi foyda. Shuni tavsiya berib o'tmoqchiman. Qiziqmagan odamga echki 5000 so'mga ham qimmat. Qiziqqan odamga men masalan zo'r 5-6 litr suti bo'ladigan, chiroyli hayvon bo'lsa, hali ko'rganingizda ko'zga lop etib turadigan bo'lsa, qiziqishga, boqishga bo'lsa ham $1000 ga masalan og'rimasdan olaman. Hammada har xil vaziyat. Masalan, ko'pchilik molga qiziqadi, qo'yga qiziqadi. Masalan, qo'yga men qiziqmaganim uchun qo'yni 5 millionlik qo'yni menga 1,5 millionga ol desa ham, qiziqmaganim uchun menga qiziqmas. Men olmayman-da, ashini singari, hamma har xil. Ko'pchilik lekin echkini tushunmagani uchun shunaqa deb yozishyapti. Men boshqalarning tarafini olish yo men echki boqqanim uchun o'zimni foydamni ko'zlab gapiryapgan joyim yo'q. Men foydam meni shu YouTube'da prosmotr yig'ish, echkiga ko'pchilikni qiziqtirish. Men har bitta xonadonda masalan echki boqilsa, uyda masalan suti bo'lsa, echkidan masalan qanaqadir manfaatdor bo'lib yo biznes uchun, hali tirikchilik, ro'zg'or uchun ham aytib o'tishim kerak. Echki kamdan kam holatda bir dona tug'adi, yo'qsa 2 ta, 3 ta, 4 ta. Men hali 4 ta tuqqan echkilarni ko'rganim yo'q o'z ko'zim bilan, lekin 3 ta tuqqanlarni ko'p ko'rganman. Uyimdagilar ham hozir 5 taga yaqini tuqqan bo'lsa, 4 tasi 2 tadan tug'di, bir donasi bitta tug'di. Unisi ham endi ko'payib qolar. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, keyin Tohirjon Siddiqov degan akaga addushi rahmat. Ko'p o'sha men kimliklarini tanimayman, bilmayman, lekin postoyanno like bosib, qo'llab-quvvatlab, poddashiga chiqibdilar.
Akajon, rahmat kattakon. Kimligingizni tanimayman, lekin qachondir ishlarim yurishib, uyimda 100-150 ta echkilarim ko'payib ketganda imkon darajasida shu narsaga muhtoj, lekin echki olishga puli yo'qlarga xudo xolasa ehson sifatida shu ushur deydi, mash sifatida niyat qilib qo'yganman. Endi bu niyat imkon darajasida ko'payib ketsin. Ko'paysa xudo xolasa o'sha 100 tadan 20 tasini, 10 tasini ehson qilib tarqatishga harakat qilaman. Buni masalan birov bilishi ham, menga rahmat aytishi ham, boshqasi ham shart emas. Shunchaki uni shu indamagan holatda beraverishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Uyingizda shu qo'ymi, molmi, echkimi, tovuqmi, o'rdak boqayotganlar bo'lsa, o'rdaginiga hamma narsaniga daromad bo'lsa, foyda kelib ko'payib ketsin. Imkon darajasida o'sha shunaqa yo'nalishga kirganlar bo'lsa, masalan, uyda ko'pgina hayvon boqayotganlar bo'lsa, bandasi siz qilayotgan narsalarni bilmayotgan bo'lsa, Xudoyim ko'rib turibdi. Imkon darajasida shu odamlarga yaxshilik qilishga harakat qilaveringlar. Bu narsani masalan oldingi qadimgi zamonda gap bor, 40 yilda qaytadi deyilgan bo'lsa, hozirgi kunda kerak bo'lsa 40 kun yo'qmasam 4 soat yoki 4 sekundda qaytib o'zi bo'lyapti. Shunaqa gaplar hammaga omad tilayman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Echkiga oz bo'lsa-da qiziqtira oladim degan umiddaman. Like bosib, agar iloji bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Rahmat kattakon.